55.900 AQSh dollarga men sizga nimalarni taklif qilaman? Buni eshitsangiz просто maza qilaverasiz. Birinchi taklifim sizga bir stuqdan katta krugovoy огородimiz. Mana shu uyimiz sotuvda. Balkonchalarni ham tapchanday qilib chiqarib qo'yganlar. Yozda dam oladigan, maza qiladigan atmosferni joy biladi. Bu yoqda bir nechta daraxtlarimiz, archalarimiz, gullarimiz, gazonlar ham, o'tlar ham qilingan krugovoy почти 2 stuqni tagida огородimiz. İkinci sizga beradigan taklifim 55 kvadrat birinchi etaj, 55 kvadrat podval qismi dubleks qilingan, ichkaridan xod ochilgan, to'liq ta'mirlangan. Uyni ichi qanaqa deb qiziqyapsizmi? Qani ketdik. Prixoj zonamizga kirib kelishimiz bilan biz ham mana shunaqa shinam prixoj zonamiz kutib oladi. Yumshoqqina qimmatbaho qo'llarni tashab qo'yganlar, shkaflarimiz qo'yilgan. Uyimizni sizga 55.900 dollarga men yana nimalarni taklif beraman? Ikki tomonlama proyekt. Oshxonamizda konditsioner, steralniy mashinka, barcha kuxon nabor jihozlar bilan sotiladi. Undan keyin bu yoqda bizning spalni xonamiz juda katta. Bu yoqda ham xuddi shunaqa konditsioner, barcha spalni garnituralari bilan sotiladi. Undan keyin ko'radigan joyimiz bizda sanuzel xonamiz bo'lyapti. Sanuzel xonamiz ham xuddi shunaqa juda yaxshi ta'mirlangan. Undan keyin ko'radigan joyimiz mana bu yoqdan dubleks podvallari ham to'liq ta'mirlangan. Podvallarimizga tushishimiz bilan juda shinam ikkita xonadan iborat. Televizor remontlari, ta'mirlari juda yaxshi bo'lgan. Ko'pil pollar plusiga batareyalarni ham qilib qo'ygan ekanlar, issiqlikdan muammosi yo'q. Podvalning balandligi 280 atrofida chiqadi. Uyimiz juda sifatli va yaxshi ta'mirlangan. Ta'mirlari ham neobishniy dizaynerskiy ishlangan. Siz nima deb o'ylaysiz? 55.900 AQSh dollarga shu uyimiz arziydimi? Ha, aytgancha, ushbu uyimizni ikkilamchi kreditiga ham xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Remontlari, barcha mebellarni примерно 5-6 ming minus qilsangiz, dubleks uy, огородlar bilan aniq stoyishi uy.